Mana shu joyga e'tibor beringlar. 20 kilo daraxtda hosil bor. Agar 10 kilo puli nima qilasiz to'kilgan? Maqsad bitta, o'zbek brendini dunyoga taratish. Biz akalar kelib ketishi o'zi bo'lmaydi. Har biri mablag' turadi, rasxod turadi. Kerak bo'lsa har kun uchamiz. Bir kun Novosibir, bir kun Moskva, bir kun Omski, bir kun Piter. Maqsad sifatli mahsulot yaratish. Yil yana shakl berasiz. Bu yil yana uzatamiz liderini uzatamiz. 3 metrlarga kelib to'xtatamiz. Keyin bu liderin ustunda meva olamiz. Mevalar. Bu shaftoli, listi shaftoli, nektarin shaftoli deymiz. Bu hozir bir yilga necha kilo hosil beradi o'rtacha? 1 yilda o'chadi. Bunun üzerinde 20 kilo hasılı var. Hozir. Ama biz bunun 10 kilosunu to'kamiz. To'kasizlar. Mana shu joyga e'tibor beringlar. 20 kilo daraxtda hosil bor. Agronom aytayapti. 10 kilo nima qilasiz? 10 kilonu to'kamiz. Qolgan mol yirik bo'ladi. Onun pulundan chiqadi o. Bunu qoldirsak hammasi kichik. Buni hozir mana odamlar aytayapti, shuncha narsani chikanka qilib bo'lmaydi, rasxod deb. Sizga rasxod u? Yo'q. Yo'q, chikanka qilgan rasxod u zato rasxod, ammo mevam kalibri katta bo'lganda qimmat sotasiz. Qimmat sotaman. Keyin upakovkam kam ketadi, ish haqi kam ketadi baribir. Kichik bo'lganda da uni teradi-ku. Rasxod deb ish ko'p. Ko'ryapsizlarmi, oddiy bitta agronomning gapi, hosil ko'p bo'lmasin deyapti. Sifat bo'lsin, songa emas sifatga. Evet. Alloh rozi bo'lsin do'stim. Shunchalik O'zbekistonning yerlarida kelib, mana agronomni olib kelib, vaqtgacha Italiyadan mutaxassis olib kelishyapti. Nimaga? O'zbek brendini ko'tarish uchun. Evet. Bizda sizga savol beraman. Necha yil bo'ldi O'zbekistonga kelganingizga? Shu почти 15 yil. 15 yil bo'ldi. Siz yaratilgan bog'lar erta uzadimi, birortasi erta uzmaydimi? Erta uzilyapti. Baribir. Yo'q, o'zingiz yaratgan, o'zingiz yaratgan. Yo'q. Biz vaqtida uzamiz. Vaqtida uzamiz. Meyveler pishishga yaqin, shakar miqdori yetarli darajada bo'lganda uzamiz. Chunki bozorda davomlilik bo'lishi kerak. Bizni mana bitta sizga savol beraman. Hozirgi kunda yaqin 5 yillik kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, bizni ayrim joylari bog'larda meva mahsulotining sifati yaxshimi, yaxshi emasmi? Şimdi bunu qaraganimizda Aslanoy vaqtli uzishyapti. Vaqtli uzyapti, erta uzyapti. Erta uzyapti. Shuni hisobiga bozorimiz yo'qotyapmiz. Shuni hisobiga bozor yo'qolyapti.